Mana yangi kaptar katayimiz bitti. Uzunasi 2 metr. Eniga 1,5 metr. Balandligi 2,18. Mana 30 ta ginizdoyi bor. 2 ta kaptar juftli doni bor. Ginizdoylar 40 ga 30 dan. Onu kirib chiqadi oni. İki tomonlama. Bu katta eshik. Tayrali taxta pol. Ana katta eshik. Hatta polam 2,5 li taxta polam. 2,4, 2,5 mana shunaqa qalilligi. Kraskalangan taxta pol. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Mana bu kaptar juftli doni mana. Ikkita. Mana bittasi, mana ikkinchisi. Ginizdoylar mana shu bunaqasiga 40, eniga 30. Ginizdoy. Anda qilib don chiqadigan kaptar yedorga spes qo'yganmiz. Velosipedni spesidan qattiq. İşte o mishiq ana qopqoq ochiq qolsa ham kirolmaydigan qilib qilingan. Mana tomlari tunuka. Tunukani tayidan mana issiq o'tkazmaslikka qo'yilgan, yana to'rli dib qo'yilgan, bir atiski yaxshisini qo'yilgan. Mana ular mana don idish. Mana ular mana tayyor. Buni sotuvga tayyorladik. Xudo xolasa juda ham mustahkam chiqqan. Pulini endi lichkada yo telefonda gaplashamiz.